Diqqat, tezkor xabar. Humans asoschisi xalqaro qidiruvga berildi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Ushbu videodan to'liqroq xabardor bo'lish uchun iltimos videomizni oxirigacha ko'ring va like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz shu orqali bizning mehnatimizni qadrlagan bo'lasiz. Diqqat qiling. Humans Group bosh direktori va asoschisi Vladimir Dobrinin ham xalqaro qidiruvga berildi. Bu haqidagi e'lon Interpol saytida paydo bo'ldi. E'longa ko'ra, O'zbekiston Dobrininga nisbatan qizil bildirishnoma rasmiylashtirgan. Unga qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlar tashkil etish va o'tkazish, shuningdek jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish bo'yicha ayblov e'lon qilingan. Shuningdek, e'londa ayblovlarning tarifi so'rov yuborgan tomon taqdim etgan shaklda e'lon qilingani keltirilgan. Ma'lumot uchun, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-moddasiga ko'ra, qimor va tavakkalchilikka asoslangan boshqa o'yinlarni tashkil etish va o'tkazish 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mazkur harakatlar uyushgan guruh tomonidan yoki uning manfaatlarini ko'zlab sodir etilgan bo'lsa, 7 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Shuningdek, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi nazarda tutadi. Humans ishi 2025-yilning iyun oyida O'zbekistonda faoliyat yurituvchi Humans kompaniyasining Singapurdagi ta'sischisi Humans Mobile Ltd, O'zbekiston Markaziy banki va O'zbek Telekom xatti-harakatlari ortidan xalqaro arbitrajga shikoyat qilgandi. Da'vo arizasini berishga O'zbekiston va Singapur hukumatlari o'rtasida 2003-yil 15-iyulda imzolangan va 2003-yil 23-noyabrdan kuchga kirgan investitsiyalarni rag'batlantirish va himoya qilish to'g'risidagi ikki tomonlama bitim qoidalarining buzilishi asos qilib ko'rsatilgan. Keyinroq esa Humans virtual operatori O'zbek Telekom mobil tarmog'idan foydalanib daromad topsa-da, uning xarajatlarini to'lashda ortga surib kelgani ma'lum bo'ldi. O'zbek Telekomning bildirishicha, Humans virtual operatori boshqa mobil operatorlardan farqli ravishda o'z tarmog'ini yaratish uchun sarmoya kiritmagan. Shuning uchun u mobil aloqa xizmatlarini ko'rsatishga 2020-yildan buyon shartnoma asosida O'zbek Telekom mobil tarmog'idan foydalanib kelgan. 2025-yilning dekabrda Humans ilovasiga ulangan kartalardan ommaviy pul yechib olindi. Buning ortidan esa Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudi Oktobank arizasiga binoan Humans kompaniyasini bankrot deb topgani va uning faoliyatini to'xtatmagan holda tugatish jarayoni boshlangani ayon bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, eng so'nggi va dolzarb mavzulardan birinchilardan bo'lib bilishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.